Еліқала районында мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан fuqarolarning murojaatlarini o'rganish ham ularni o'z o'rnida chekish maqsadida ko'chbeli qabullar bo'lib o'tdi. Navbatdagi xabarimiz meni o'z haqida. Ilash davomida fuqarolarning yer ham ko'chmas mulkka baylanishli hujjatlarni rasmiylashtiruv, kadastr ma'lumotlarini yangilash, sondayoq nizomsiz qurilishlarning oldini olishga baylanishli murojaatlari tinglandi. Har bir masala bo'yicha javobgarlar tomonidan aniq ilojlar belgilandi ham amaliy yordam ko'rsatildi. Qabullovga jami 17 fuqaro murojaat bilan qatnashdi, uning 13i o'rnida unamli yechimini topdi. Qolgan 4 murojaat bo'yicha huquqiy tushunlik ham to'liq usunishlar berildi. Qatnama tuzasiz kadastr bilan metr kvadratini qarab pul chiqadi. Shuni to'lab bankka to'laysiz. To'laganingizdan karta ishlab beradi, joylash sxemasini. Shu bilan dalolatnomani yuborasiz. Kadastr ishlab beradi. Bu ko'chbeli qabullov fuqarolarning mamlakatlik uyumlar bilan tikkili baylanishini kuchaytirib, ularning huquqiy savodligini orttiruv ham kadastr tarafida yuzaga kelib o'tirgan mashg'ulotlarga operativ yechim topish yo'lida ulkan ahamiyatga ega.